Assalomu alaykum Faton Andijon obunachilari. Mana Andijonda uzoq kutilgan kun Faton Miller avtomobilimiz Andijon filialimizga sotuvimizga yetib keldi. Hozir sizlar bilan ushbu avtomobilimizni to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rib turing. Avtomobilimizning dvigateli, bort qismi va narxlari bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Mashinamizning salon qismiga qaytadigan bo'lsak, rul qismimiz как mini Isuzu singari ishlangan ushbu avtomobilimiz. O'zi bu avtomobillarimiz Isuzu zavodda chiqyapti, ya'ni Sam Avtoda. Narxlari ham arzon. Bu avtomobilimizni boshqa brenddagi avtomobillarga taqqoslaydigan bo'lsak, ancha arzon chiqadi. Narxni aytib o'tganda oxirida aytaman. Rulimiz tepaga, pastga, oldiga, orqaga ligirovka bo'ladi. Bu ham uzoq yo'lda charchatmaydi. Bemalol har qanday vazndagi akalar ligirovka qilib foydalansa bo'ladi. Rullari ham elektrousnik, gidravlika, yumshoq. Bu joyda magnitofonni ko'rsanglar bo'ladi. Bluetooth bilan jihozlangan magnitofoni bor. O'chirib qo'yamiz, soati bor. Bu tomonda konditsioner, pechkasini ligirovka qiladigan funksiyalari bu joyda joylashgan. Anaqa ko'rishinglar mumkin. Dizayni ham juda chiroyli ishlangan. Mashinamizning afishka qismiga keladigan bo'lsak, yon oynalari elektronniy tushib chiqariladi. Mashinamiz center zamoyli. Pultlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mashinamizning pultlari ham bor, zapaska kaliti. Mashinamiz mana bu joyda telefon qo'yadigan joylarigacha bor, mana. Mashinamiz asosan yuk tashiydigan mashina bo'lgan hisobiga do'qir yo'llardan boshqa joylardan o'tadi. Telefonimni qayerga qo'ysam ekan deb joy istab turmaysizlar. Tayyor, mana bu joyda foydalanishi ham oson. Bemalol telefonda olib gaplashib foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari ushlab turadigan narsasi ham juda foydali. Ya'ni do'qir yo'llarda mashinangiz sakrab ketib qolmaydi. Mana bu joylarga huniydan huniy qilib magnit yopishtirishda endi hojati yo'q. Mashinamizning patolog qismi ham yaxshi materialdan ishlangan. Haligi Damas Labo'larga o'xshab latali anaqa emas, paxtali emas, ko'chib ketmaydi. Lataliga o'xshagan materialdan ishlab chiqarilgan. Mashinamiz zavodskoy 3 kishilik bo'ladi. Bemalol 3 kishi bilan yursanglar bo'ladi. Sababi dokumentida ham 3 kishi yozilgan. Gai akalarimiz ham muammo qilmaydi. Mana bu joyda keladigan bo'lsa, mana oq afishka qilingan. Bu ham o'ziga yarasha vid berib turibdi. Undan tashqari bu joyda qochkalar taxlab qo'ygani bardachogimiz ham bor. Mana bu joyda esa kerakli dokument, boshqa narsalarni ko'p bo'lgani, bu joyda ham alohida barimiz bo'ladi. Mana bu bar qismini ko'rsanglar bo'ladi. Barlari ham ko'p mashinalarda mana bu joyi plastmassa bilan jihozlangan bo'ladi. Bularda esa yumshoq materialdan ishlangan. Bemalol suyanib ketadigan bo'lsangiz, chig'anaqizga botmaydi. Bu yerda esa ikkita suv qo'ygani pastakanliklari. Bu yerda alohida yana bitta bor. Keyin yana bir qulayligi mashinamizni hayron qoldim. Boshqa mashinalarda menimcha bo'lmasa kerak bunaqa funksiyasi. Rushnoyni oxiriga tortganingizdan keyin bemalol mayga yotish uchun rushnoyimiz xalaqit beradi. Ya'ni yotganda botadi bu mashina, bu joyimiz. Shuni qilib pastga tushirib qo'ysak ham bo'lar ekan, lekin rushnoy tortilgan holatda, shu holatda, lekin hozir yotganda bemalol xalaqit bermaydi bu joyimiz. Sigaretni tutatadiganimizda olib qo'yib turib, mayga bemalol yotsak bo'laveradi. Yoki barda tushirib, bari bilan harakatlansangiz bo'laveradi. Bu asosan yoningizda o'tirgan passajir uchun, siz uchun mana bunday podlokoniklari bor. Mashinamiz tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsa, juda chiroyli ishlangan. Mana bunday nikkel elementlari bilan, ya'ni nikkel element qimmat element hisoblanadi. Nikkel bilan ishlangan. O'ziga yarasha faralari ham nikkelga qo'shilib ketgan, ya'ni ichlari qoraytirilgan bo'lgan hisobiga juda chiroyli formada turibdi mashinamiz. Bakovoylari ham o'ziga yarasha chiroy berib turibdi. Mashinamiz bort qismiga keladigan bo'lsak, bortlarimiz 380 ga 180 bilan jihozlangan. Bemalol o'zi 1,5 ton yozgan dokumentiga, sababi mashinamizni B prava bilan minsanglar bo'laveradi. O'zini bo'sh vazni 2 tonna, 1,5 tonna yuk ko'tarish qobiliyati bilan 3,5 tonnaga to'lab qo'yilgan avtomobilimiz. B prava minish uchun, lekin bemalol bunda 4 tonna, 5 tonnagacha yuk yuklab yurishibdi. Sababi mashinalarimizni rama, risol, balonlari 4 tonna yukka moslashtirilib chiqarilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Qo'sh risolda ramalari ham ancha baquvvat. Diska balonlari ham 15 diska balon bilan jihozlangan. Qalinligi ham ancha qalin. Bortni materialiga keladigan bo'lsak, bortlarimiz materiali ham Isuzu bort bilan bir xil qilib ishlangan. Ya'ni material qalin. Undan tashqari
pol qismini keladigan bo'lsak, pol qismiga. Pol qismi ham haliga yuklarimiz zilju ketmasligi uchun mana bunday naqshli qalin material bilan metal bilan jihozlangan. Mashinamiz orqa ko'rinishi ham o'ziga yarasha chiroyli. Bemalol bu avtomobilimizga ko'proq men o'zimning tavsiyam marojna bilan shug'ullanadigan akalarimiz bor. Eski Mers, Gazellarda hozir marojnalarni dastavka qilishyapti. Bunga bemalol shu Merslarga tushgan 330 lik yoki 3.5 lik, 370 lik bortlilarni, ya'ni morozeniylarni birga bir ustiga o'rnatsanglar bo'ladi. Undan tashqari motor sohasiga kelamiz. Motori ham bemalol refrigeratorda ko'taroladi, ya'ni minus 20 gradusgacha refrigeratorda bemalol ko'taradigan motor bilan jihozlangan ushbu avtomobilimiz. Mashinamizning eng asosiy qismi yuragiga keladigan bo'lsa, ya'ni motori mana bunday richag orqali ochiladi. Oldi kabina ko'tariladi bularda. Ya'ni bemalol ustalarimiz ta'mirlashga ham oson, motorni ko'rib remont qilishga ham ancha qulay qilib ishlangan. Ya'ni mashinamiz mini Isuzu formada ishlab chiqarilgan. Ko'rsanglar bo'ladi, 2 atmosferli 136 ot kuchiga ega bo'lgan motor bilan jihozlangan 4 portionlik bemalol metan propan o'rnatsanglar bo'ladi ushbu mashinamizga. Undan tashqari mashinamizni konditsioner, ABS tizimlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Tormozlari ham ABS bilan jihozlangan. Oldidagi deflektorlar ham ancha katta. Mashinamiz ancha minchaga qizib ketmaydi 3-4 tonna yuki bilan. Bunga aytib o'tganimdek 136 ot kuchli motorga, ya'ni 2 atmosferli motorga bemalol refrigerator yoki hozir samasval qilishib olyapti. Samasvalni encha razvodkasini ham o'rnatsanglar bo'ladi. Bemalol motorimiz shu narsalarni o'rnatishga quvvati yetadi. Mashinamizda diska ballonlari 15 diska ballon bilan jihozlangan. Oldi ko'rsangiz bo'ladi. Boltlar ham ancha katta, diskalar ham baquvvat qilib ishlangan. Ya'ni 1.5 tonna yozgani bilan, lekin baribir 4 tonna, 5 tonna yukda indamasdan ko'taraveradi. B pravaga moslash uchun 1.5 tonna yozilgan aytib o'tganimdek. Ko'pchilik kutgan joyi mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, ushbu Phantom Miller avtomobilimizni hozirgi kunda 262 million 500 ming so'm evaziga xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni avtomobilimizni xarid qilish uchun siz Phantomning Andijon filialiga tashrif buyuring yoki qanaqadir ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqa chiqsanglar, chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz.